Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Danlıq yazğıçımız Abduqadir Jaloliddin 2006-yılı oktyabrdın 2007-yılı sentyabrgacha Angliyaning Cambridge Universiteti O'rta Osiyo tadqiqot munbirida ilm ziyoratida bo'lgan. Vatanga qaytgandan keyin Angliyada ko'rgan va anglag'anlarga asosan yozgan kitoblarining biri mavjudlik tashnoligi. Kitap o'qish munbirimiz mazkur kitobdan bir qancha asarni munbirimizda o'qib berishni planladik. Oldi bilan diqqatinglarda Yer sharida bizmi bor degan temada avtorning mazkur kitobga yozgan kirish so'zi. Ondan Londondagi Uyg'ur bolalari nomli asar. Xo'sh, oldi bilan anglaydiganingiz Yer sharida bizmi bor. Mavjudlik tashnoligi degan kitobimni yozib oxirlashtirib, uni yengiliq va fikrga tashna o'qirmanlarimning qo'liga topshirish oldida turganligimdan yengillik va arob his qilaman. Balkim kitobdagi ba'zi bir bayonlarni talto'kis yengiliq deb ketgilimi bo'lmas. Ammo ular yot iqlimlarga intilib, o'zgacha rayonlarni o'z ko'zi bilan ko'rish fursatiga erishalmagan kishilarimizga nisbatan ostola jalbkorlikqa ega bo'lishi mumkin. Askartib qo'yish lozimki, masalaning negizi qandoqdir ko'rgan, bilgan ishlarni tasvirlab qo'yishda emas, balki qalamga elingan ushshaq ishlarga nisbatan qandoq o'ylarda bo'lishda. Muallifning mazkur kitobni yozishiga turtki bo'lgani uning Angliyada yurib nihoyat cho'ng ishlarni ko'rib ketganligi emas, yoki Angliyaga chiqishni sharaf bilib, u yerdagi shaxsiy turmushini davron qilib qo'yishmi emas, va yoki kichik ishlarni kitob qilib yozib naf undirishmi emas. Yo'q, hargiz undaq emas. Kitob yozib oilamni boqqudek nafga erishib boqqanim yo'q. Bu kitobni yozishimga haydakchi bo'lgan omillar hech bo'lmaganda mundaq bo'lishi mumkin. Men birdinla taraqqiyot darajasi, tuzilma shakli, turmush yo'sini bizga tamoman o'xshamaydigan bir jamiyatga borganim uchun bu jamiyatdagi har qanday odam, har qanday manzara, har qanday qiyofat, har qanday qoida ro'shan tortish kuchiga ega bilindi. Men ana shu xil berilib kuzatish davomida har qanday oddiy narsadan yengillik his qildim. Men ko'rganligi narsa menda selishtirma fikr xiyollarni uyg'otdi. Ehtimol diqqatimni tortgan u narsalar yerliklar uchun arzimas narsalar bo'lishi mumkin. Bir Qashqarlikka nisbatan uning atrofidagi turmush hodislari hech qanday ma'niga ega bo'lmagani bilan New York yoki Londondan kelgan sayohatchi uchun kishini intildiradigan ajoyib ishlar bo'lishi mumkin. Ko'rganlari to'g'risida astoydilroq o'ylab beqishni odat qilmagan kishilarning oldida mo'jiza yuz bergandimi, hech nimani o'ylamasligi mumkin. Biroq ma'naviy ko'zlarini ishqa soladigan kishilar uchun har qanday narsa mo'jizaga aylana oladi. Aslida insonning o'zimi mo'jiza emasmi? Angliyadagi turmushim bakla oddiy. Qaltis ishlarga yo'liqqidek yoki shohid bo'lgudek imtiyozim yo'q. Lekin ashu oddiy turmushimdagi shay'lar haqida o'ylarni surib, o'zimcha zilzilaga kelgan paytlarimmi ko'p bo'lgan. Shunga meni o'y xiyollarga giribdor qilgan oddiy turmush ta'sirotlarimni o'qirmanlarimga so'zlab berib, ular bilan billa o'ylashni ravo ko'rib qoldim. Nəhayət əfsuski, vətənə qayıtıb gəlgəndən keyin qo'limga darhol qalam ololmay, naq maydondagi nozik ishki kechirmishlarim g'uvolishib, faqat ideyalar saqlanib qoldi. Shundaqdimi, ayni chog'dagi hislarimni aslashga ko'p tirishdim. Hislar ideyadek ro'shan bo'lmagani bilan qalbning teranligini ko'rsatadigan qimmatli xurushlardir. Gerçi men Angliyada uzun turmagan bo'lsam-mu, u yerda turib ko'rgan bilganlarimni kitob qilib yozishdek qiyin ishga tavakkul qildim. Bundaq kitobni chet elda uzun turganlar yozishga haqli deyishga to'g'ri kelganda, men faqat sukut qilishni tanlab olatdim. Ammo mening yozishga jur'at qilishim boshqalarning yo'lini etib qo'yish emas, balki yo'l etish.
Yana bir sabab shuki, vatanga qaytib kelgandan keyin talabchan o'qirmanlarim meni ko'rganda Angliyadagi ta'sirotlarim to'g'risida bir narsa yezishga rag'batlantirdi. Ularning ichida pishqadamlar, studentlar va kitobxumar jamiyat yoshlari bor. Ishki o'lkalardagi o'tir maktablarda o'qiyotgan o'smirlar va yoshlarmi alaydan xat yozib, sodda, suyumli tavsiyalarni bildirishdi. Özünü izlash bosug'isida namli kitobim nashrdan chiqqandan keyin ko'nglida armonlar yelinjab turgan yoshlar, bo'libmi oliy maktab o'quvchilari qizg'in xaridorlik bildirishdi. Farzandlari yangidan Yaponiyaga chiqib ketgan ba'zi ota-onalar ko'chalarda to'y-to'kun va nazarchiroq so'rovlarda menga tashakkur izhor qilishdi. Hatto turmadan avatilgan dil bayonlarini topshirib oldim. Men bulardan xalqimizning dunyoni tushunishga naqadar tashna ekanligini tushundim. Albatta, bu tashnalikni to'liq qondirib ketolmayman. Bu jihatdagi xizmatni voyaga yetkazib qila olmayman deb muqarmayman. Ammo shundoq bir ishni qilish kerakligini yaxshi bilaman. Eng yaxshi qilishni eng yaxshi qila oladiganlarga qoldiray. Ammo qo'limdan kelganini qilay deb o'yladim-da, shuning bilan mazkur kitobni yozishga iroda qildim. Shunisi aniqki, men Angliyani to'liq tushunishdan xeyli yiroq. Mendekilari faqat tor doiradagi bir yillik turmushning gadirmash ta'siratidan iborat xolos. Shundoq bo'lg'achqa, Angliya madaniyati va tarixiga doir materiallarni ko'rishga to'g'ri keldi. Jungo va chet ellik qalam egalari yozgan bir qism kitoblarni ko'rib chiqqandan boshqa, yana Angliyaga oid sayohat qo'llanmalari, xaritalarga nazar selib chiqdim. Bulardan bilim va uchur xarakterlik nurg'un ma'lumotga erishdim. Mening hammadan ko'p foydalanganim internet to'g'ri bo'ldi. Men bu qitimqi yoziqchiligimning internet to'g'riga intayin bog'lanib ketganligini hayronlik bilan bayqadim. Kitobda yozgan nuqtaliq joylarni Google xaritasi orqali qaytadan ko'zdan kechirib, ayni vaqtdagi naq maydon haqidagi tuyg'ularimni qaytaladim. Arada internet to'xtab ketganda yoziqchilikni to'xtatishga majbur bo'ldim. Turmush va xizmatdagi turli masala, riyokorlarcha kishilik aloqador yoziqchiligimni talay qitim uzib qo'ydi. Bu kitobni tamomlash jarayonida ba'zi jurnallarning buyurtmalarini elib turdim. Dissertatsiyalarni ko'zdan kechirib, fikr berib turdim. Xudoga shukr, mavjudlik tashnoligiga oxirgi chekitni urishga muvaffaq bo'ldim. Kitobda ba'zi o'rin va shaxslar to'g'risidagi detallar biroz tafsiliy yozilgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda bir qism o'qirmanga ziyoda inchkiligandek ta'sirot berishi mumkin. Muallifning maqsadi o'qirmanlarga boshqalarning yashash va o'ylash shakli haqida imkon qadar ko'proq yeb uchi berish bo'lganlikdan o'zining ular bilan bo'lgan muloqotlarini tasvirlashga bo'lgan moyilligini ko'rsatdi. Uningdan qanchalik unum yaratishni o'qirmanlarning o'ziga qoldiramiz. Chunki har bir o'qirmanning unum qarashi o'xshamaydi. Angliyaga berishda men nurg'un azgu niyatli kishining xolis yordamiga erishdim. Ularning yordami bo'lmagan bo'lsa, chet elga chiqish orzuyim ko'pikka aylangan bo'ladi. Yana menga nurg'un do'stim, yurtdoshim va ixlosmenim himmat qo'lini sundi. Ularning duosining barakati bilan ba'zi kitob materiallarini ikkilanmay elishga muyassar bo'la oldim. Yuqori iste'mollik Londonda ziyoda iztirob chekmay, tejashchanlik va planli holda istiqomat qila oldim. Men ularga tashakkur aytaman ham saxovati uchun yaratquchidan asoyishlik tilayman. Kitobni bitkizgicha oilamdagilarning illiq sevgi rag'bati va tasalli himmatidan o'zib qoldim. Bu mendan aytganda bir kitobni avtor yozdi. Uning atrofidagi kishilar avtorning yuragiga qon bilan jon berdi. Ajrim elning nazarida ajrga aylansa ushbu bastur. Ish pushqi uchun kitob o'qiydigan kishilarga bu kitob ig'ir kelar balkim. Abduqodir Jaloliddin 2011-yili may Urumchi.
Әмді диqqətinizdə Londondakı Uyğur balaları. Türkiye öz iniga ürsə qotur bolur. Mahmud Kashgari Türk tillar divanıdın. Meni so'rasang pıraqda sarg'ayibman, kunim yaxshi, lekin munda g'ayribman. Abdurahim O'tkir, Jiroqdan xat. Londonga yetib borganimda oldimga kutib elishga chiqqani dini va irqiy qarindishim bo'ldi. Qarindoshlik mehrini vatandan shuncha jiroq yot bir zaminda his qilganimdan nihoyat quvondim. İçimde yaratquchiga shukrlar aytdim. Yenimda qarindishim bo'lg'ashqa bu yo'chun tuproqda ishonch bilan qadam oldim. Bir qarindosh ato qila oladigan ma'naviy quvvat shuncha zo'r bo'ladi ekan. Buni vatanning o'zida turib nemishqa sezolmaydigan-da kishi. Albatta, shu kuni menga tuz berganmi, shu qarindishim bo'ldi. Londondaki şu dastlabki bir qancha kunim ashu qarindishimning hamrohligida xotirjam, xo'shal-xo'ram o'tdi. Men bu qarindishim orqali Londondaki boshqa qarindoshlar haqida oz-to'la xabardor bo'lishga boshladim. Uyg'urlar bir-biridan har qancha qaqshisa-mu, bir-biridan ayrila olmaydi. Chunki cho'ng bir ijtimoiy taqdir hamon ularni o'xshash bir orbitaga keltirib qo'ydi. Aytilishicha, butkul Britaniyadagi Uyg'urlarning soni 150 ga bormaydi ekan. Ular sonining oz bo'lishiga qaramay, chechilib, o'ltiraqlashib yashashga majbur bo'ladi ekan. Londonda turib atgan Uyg'urlarmi bu chet rayonlarda ekan. Qolganlarning ba'zisi Shotlandiyada, ba'zilari Shimoliy Irlandiyada, yana ba'zilari Velshda turadi ekan. Britaniyadagi kelgunda Uyg'urlarning musofirlik qismati o'xshash bo'lsa-mu, ularni bu yerga elib kelgan taqdir har bir odamda o'ziga xos bir hikoyani shakllantirgan edi. Bu hol Rossiya yozuvchisi Lev Tolstoyning Anna Karenina nomli romanining tunji abzosi bo'lgan hamma baxtlik oilalar bir-biriga o'xshaydi. Baxtsiz oilalar o'z oldiga baxtsiz degan mashhur jumlasini yodimizga soladi. Har qancha qilsa-mu o'ng kelmagan taqdir har bir yurakda zardab, pig'on va aytqonga tugamaydigan hasratlik qissalarni paydo qilgan edi. Balkim bu qissalarmi tariximizdagi barliq echinishliq kechirmishga o'xshashla untinsiz g'oyib bo'lib ketadigandir. Qayerda turib, qaysi yo'l bilan tirikchilik qilish London, ya'ni Britaniyadagi Uyg'urlarning xohishi bo'yicha bo'ladigan ish emas edi. Chunki bu yerdagi musofirlar Britaniya tarafidan tanlanganlar emas. Aksicha ular har xil sabab bilan Britaniyaga iqib kelishgan edi. Taqdirining noma'lum qo'li ularni qayerga irg'itib tashlasa, rozimanlik bilan qabul qilishga to'g'ri keladi. Shunga bu yerga kelishgan Uyg'urlar mayli hozirgi diyorimizdan, mayli O'rta Osiyodagi boshqa ellardan kelgan bo'lsin, aslidagi turmush usulidan tamamen voz kechib, yangi bir turmush yo'lini tanlab, hammani yangidan boshlashga majbur bo'ladi. Gerçi ular muzlab turayotgan yurakini bir-biri orqali illatishni har qancha orzu qilsa-mu, taqdirning paydiga bo'ysunmay iloji yo'q edi. Shuning bilan har shaharga, har tarafga ketishgan edi. Bundaq ahvolda Britaniyada musofiratda bo'lib atgan Uyg'urlar bir-biri bilan to'liq ko'rishishga amalsiz edi. Ular yiroq bir shahardagi qarindishning ahvolini bevosita ko'rguchi sifatida emas, yondan anglag'uchi sifatida bayon qiladi. Bir-birini bevosita ko'rib tushunganlar nihoyat oz bo'ladi. Menmu nurg'un qarindishimning ahvolini faqat anglash orqali oz-to'la tushungan bo'ldim. Ularning ahvolini eshitganimda, ular xuddi cho'chaklardagi tragediyalik qahramondek g'oyibona bo'lib ko'rinadi. Ularning obrazi hasratlik bo'lsa-mu, lekin turmush raqobatida hamon oldiga qarab mangan umidvor, jasur qiyofatda edi. Britaniyadagi musofir Uyg'urlarning mustaqil uyi borlari oz ekan.
Ular umuman boshqalarning uyida ijarada o'ltiradi ekan. Londonni alsaq, Londonning markaziy rayonlarining uy ijarasi favqulodda qimmat bo'lg'ashqa, u yerda uy ijara elib o'ltirishni namrat bir musofir hargiz tasavvur qila olmaydi. Uyg'urlar asosan degidek Londonning 4-5 halqalaridagi rayonlarda o'ltirdi ekan. Diniy va irqiy rishta, shundaqla musofirlik qismati jihatdagi o'rtoqlik tabiiy holda Uyg'urlarni Turk va Pokistonliklar jamoatiga ulab qo'ygan edi. Londondagi Uyg'urlarning xeyli ko'p qismi bir bo'lsa Turk ko'chmanlarning, bir bo'lsa Pokistonlik ko'chmanlarning uyida ijaraga o'ltiradi ekan. Qismanlari boshqa ellardan kelgan ko'chmanlarning uyida ijaraga o'ltiradi ekan. Bir qism Uyg'urning islomiy salohiyati odatda xeyli sus bo'lsa-mu, Londondagi taqdir ularni o'z salohiyati haqida tuzuk bir o'ylanib beqishga undigan edi. Ular baribir biror to'p ichiga kirib yashashi kerak. Lekin qaysi to'pqa tava bo'lish ularning irodasiga boqadigan ish emas edi. Balkim ba'zi Uyg'urlarning inglizlar jamoatiga kirib yashag'isi kelar. Ammo onunğa loyiq haqiqiy salohiyatning yo'qligi ularni chatga chiqarib qo'yib, sho'r peshona Uyg'ur ekanligini qaytadan rosa bildirib qo'yadi. Natijada ular o'zlari aniq to'nib yetishga ulgurmagan, boshqalar tarafidan yaklangan sargardon mujmal ruhiy dunyosini qidirib beqib, yo'chuq tepilish mumkinchiligi bo'lgan tarafga eg'ishga boshlaydi. Ma'naviy jihatdan o'zini bilishga ulgurmagan kishilar hamon bir kuni turmushning moddiy va pokitlik taraflarining zarbasida silkinadi va alman-talman kimlik sarosimiga tushadi. Demak, yot madaniyat muhitining andik turishlarida ba'zilar so'yinib turib Uyg'ur bo'ladi, ba'zilar amalsiz Uyg'ur bo'ladi. Qandaqla bo'lmasin, ularning bundaq bo'lishidagi sharoit ular buni to'nib yetishdan ilgirla yoritilib bo'lgan bo'ladi. Jamoatchilik degan bir kema, uningga amalsiz chiqib olgan sayoqlardan bo'lgandan ko'ra, naga berishni aniq tushungan paloqchilardan bo'lish afzal. Ijarakesh ko'chmanlarmi boylardan emas edi. Ularning ko'pi turmushini ijaraga tayinib qamdaydi. Hatto ular ijara olg'uvchilarning yanchiqiga talmirib turganlar bo'ladi. Uy egasi va ijarachilar shu bir uyning tozalik uyi va oshxonasidan o'rtaq bahramon bo'ladi. Bundaq uylarning bir eg'izligi 5-6 kvadrat metr atrofida bo'lib, haftalik ijarasi 60-70 fond sterlingga to'g'ri keladi. Lekin oshxona va tozalik uylari har holda pokiz bo'lib, ishlatishga qolay edi. Men Londonga borgan tunji haftada Tom ismli bir irlandiyalikning uyida turdim. Yotoq uyim kichik edi, ammo Tomning uyining muhiti shundoq pokiz bo'lib, keyingi kunlarda men undaq pokiz uyda o'ltirib baxmadim. Necha qitim uy ko'chdim. Tomning uyi pokizlik, jimjitlik va ozodlikda jalbkor bir uy bo'lib chiqdi. Londonning turmush sharoitini tushunmagachga, Tomning uyidagi menga tegishlik yotoqning kichikligidan harsinib yuribdi ekanman. Hafta o'tgandan keyin Londonning Walthamstow rayonida turadigan qarindoshlarimizning biri o'zi turishliq uyning bir eg'izida turishga qiziqtirdi. Men yolg'iz yurgandan ular bilan birga turishni afzalroq ko'rib qoldim. Uning ustiga London turmushiga oid bilimlarim yo'q bo'lg'ashqa, turmushda biroz tajribalik birining bo'lishini xohlab qolgan bo'lsam kerak. Ularning yardım bilan oqshimi ko'chib ketdim. Bu mahallada Pokistonliklar ko'p qiladi. Turklarning kichik tipdagi talla bozorlarini ko'rgili bo'ladi. Mening o qarindishim biz turayotgan bu uyni bir Pokistonlikdan huddiga elib olgan bo'lib, o'zlari o'ltirgan uydan boshqa uylar bekor ekan. Shu bekor uylarning kichikroq biriga o'rinlashdim. Ikkinchi qavatdagi bu yotoqning saramjonlarining tayini yo'q edi. Koridor va peshtoqlarga selingan olma uruq rangidagi palaslar kirlishib, qardoshga qarab yuzlangan edi. Yan tarafdagi bir eg'izliq uyda bir polshalikni turadi deyishdi. Lekin men bir oy turish jarayonida uni uchirtib baxmadim. Birinchi qavatdagi oshxona uyining o tarafida yana bir necha eg'iz uy bor ekan.
Onun birida talvi chiroy biri pokistonlik turadi. U atdiganlari hoylaga chiqib, yuqori ovozda varqiraydi. U turgan uy bilan men turgan uyning orliqida bir bo'shliq bo'lib, o't cho'plar o'sib ketgan edi. Koni divan, sungan o'rindiq, tashlandiq matros degandek narsalar qalaymaqan tashlab qo'yilgan edi. Yağmurluq tunlarda jahon shu qadar g'ayriblashib ketadiki, yaqin atrofdagi qaysidir bir hoyladan anglangan itning g'ingshishlari yig'idak anglanib ketadi. Bundaq chaqlarda mushundaq uyga ko'chib kelganimdan rozi bo'libmi qolatdim. Chunki men mushundaq sharoit ostida Londonda turib atgan qarindoshlarimning real turmushini o'z ko'zim bilan ko'rishga, aqlga muvofiq yakun chiqarishga muvaffaq bo'la oldim. Men turib atgan bu uy va uning degandek pokiz bo'lmagan oshxonasi hatto oxirlarda yaqin atrofdagi Uyg'urlarning kelishi bilanovat bo'ladi. Hammamiz mo'l dasturxon atrofiga o'lishib, ne'matlarga eg'iz takkash, tamoman Uyg'urcha kayfiyatga to'lgan so'rindan lazzat oladi. Ularning ba'zilari o'qiydi, ba'zilari o'qishni to'xtatib ishlashga kirishib ketgan edi. Ularning ba'zilari turk qurilish hodigarlarining qo'lida ishlaydi. Ba'zilari ko'pincha qizlar qahvaxonlar yoki do'konlarda ishlaydi. Ba'zi yigitlar irlandiyalik hodigarlarning qurilish o'rnida kechilik omonlik xodimi bo'lib ishlaydi. Londondagi qattiq turmush ularni hafta bo'yi tirishib majburlag'ashqa, ular muhabbat, xushalliq, do'stlik, qinib uxlash deganlarni unutib, aldirash yurishidi. Hatto qo'rsaqlarga vaqtida bir narsa yeyishga amalsiz qoladi. Bu jarayonda boshqa millatlar bilan ingliz tilida so'zlashadi. Bundaq sharoitda chaqchaq, erkin parang deganlar yo'qning o'rnida bo'lib, faqat xizmat vaqtida deyishga tegishlik zo'rur gaplar bo'ladi. Ehtimol bu qarindoshlarning inglizchasi shuningga yetadi. Britaniya turmushidagi nozuk hissiyotlarni puroqliq, yumorliq qilib ifodalab, boshqalarni amroq qilib etishdan ular texyiroq edi. Heriqqan, taljiqqan, zerikkan, andikkan ruhlar hatto oxirdagi qarindoshlar uchrashishlarida o'zini bo'lishiga qo'yib etadi. Qarindoshlarning to'nish didori va dasturxondagi taomlarla emas, paranglardagi har bir ton, har bir ohang, har bir shevimu ma'naviyatning harduq eshi bo'la oladi. Go'yo Xoten, Qashqar, Kucha, Yakan, Turpan, Qumul, G'ulja, Altay, Ko'rla, Cho'chak degandek azizona yurtlarimizning siymosi shira atrofida tal bo'lib, yuraklar ana yurtning suyida bilq bo'lib o'sadi. So'rinda har bir Uyg'ur yana bir Uyg'urning a'zosi edi. Ular bir-biriga shu darajada kerak edi. Ular bir-biri uchun naqadar suyumlik va bebaho ekanligini ayni shundoq so'rinda ichidan his qilib yetadi. London degan bu talat so'g'uq, lekin sehrlik shahardagi tanholikning yarisiga bardoshlik berishda ular bir-biriga ana shundoq tayansa kerak. Ular ba'zida bir-biriga cho'ngchilik qilishadi, o'chakishadi, bir-biridan ranjishadi, lekin tegi taktini surishtirganda bir-biridan ayrilolmaydi. Ularda bir-biridan zodi ayrilolmaslikdek mohiyatni ro'shan aql bilan to'naydiganlar nihoyatda oz edi. Ko'pinchisi hayajonliq daqiqalarda g'uva his qilish bilan cheklanadi. Tirikchilik ko'chisida yurganlarda ularda bundaq taraflar haqida o'yinib ko'rgidek hapsili qolmaydi. Aksicha tirikchilik uchun o'zi petini olgan hamma vositani ishqa selishdan ayonmaydi. Nihoyat shoqlarda g'urur bilan jilvalangan yaproqlar aman bir kuni yildizi tarafga to'kilgandek, ularmi baribir mushu bir to'pning a'zosi ekanligini to'naydigan vaqtlarmi bo'lib qoladi. Dasturxondagi ne'matlar tamoman Uyg'urcha qoida bilan o'rinlashtirilgan. Taomlar Uyg'urcha, kishilar har bir qo'shiq g'izani to'liq ishtiho bilan chaynaydi. Chiroylarida huzur va qanoat,
Sepi özüdün özlüknün rahat parağatları tomurlarga yamrıgan, çıraylarga tepken. Kişiler paranglardaki tasadibi birer eğiz gep, birer şebe, birer kapiyedin külki his kılattı. Bir-birini düşürdiğen emeli hikayeler arkadan oturga çıkıp paraklıgan külkilerini peyda kılattı. Bundaq paytlardagi jaqjaqlarda her bir kishi aslidagi salohiyatidan tushib, turmushdagi arzimas odamlar holatiga kiratdi. Shundoq qilib, ular o'zlarining paras qilingan yoki istixiyalik holda huduklandigan bo'lumsiz taraflaridan kulib, yetkichi hisob oladi. Men o'z-o'zini mazoq qilib hozirlandigan bundaq madaniyat psixikasining qandaqlarcha paydo bo'lganligini bilib bo'lolmay qiynaladim. Zadi bu g'oliblikmidi yoki chokinlikmidi? 5-10 odamdan tarkib topgan so'rinda biror naqshchi chiqmaydi degili bo'lmaydi ekan. Tasi yaxshi aytolmasimi, ich pushqiga dal bo'la oladi ekan. Bir ikki naqshini tovliya oladiganlarmi bo'lib qoladi ekan. Qaysidir biri Ablikim Yangaq yoki Rashida Davudning naqshisini tovlasa, qolganlari jo'r bo'lib tovlaydi. Bu aytishlarda yuqori mahoratning yo'qligi aniq edi. Ammo naqshiga singan dard, hijron, seg'inish mo'nglari nihoyat chin bo'lib, yuraklarga tegatdi. Naqshiga amroqlarning hammasining dardi bo'ladi. Dardi bo'lmaganlar naqshni yurakidan tushunolmaydi. Aytilgan naqshlarda bir qahramon bor edi. Bu qahramon texicha o'zining baxtini topolmay davomliq izdash bilan ovar edi. U qahramonning vujudi son-sanoqsiz odamdan bitgan bo'lib, o'z dardi ichiga g'arq bo'lib ketmay, yanala yo'lini davomlashtiradi. Naqshlar shuncha sodda aytilsa-mu, odamni shuklashtirib qo'yadi. Dard naqshining qahramonini suyumlik ham ulug'vor qilib ko'rsatdi. Turibla odam mushundaq naqshlarni yaratgan xalqning bolasi bo'lganidan faxrlanib qoladi. Uyning huddigeri yosh ayollardan bo'lib, ikkisining bir-biriga bo'lgan muomalasidan shirin oylarning tafti chiqib turadi. Yosh va Zibo xonim bir armak itni beqib olishga ulgurgan edi. Oshxona uyining ikki tarafida bir yurishdan uy bor bo'lib, armak it mushu ikki yurish uyini tutashtiradigan koridorning ikki eshigi oraliqidagi tor bir yerda turadi. Uydagilar sirtqa chiqib ketgan chaqlarda u kunlab ashu orliqda turishga majbur bo'ladi. Birov eshikni ochgani hamon kun bo'yi yolg'iz turib zerikib ketgan kuchuk alman-talman oshxona ichiga o'zini urib, erkilab ketadi. Kuchukning g'alati puroqlari oshxonani bir oladi. Men bularga qarab, musofirning iti yerlik bo'lsa-mu, musofirga o'xshab qoladiganligini tushundim. Biroq yosh er-xotinlar o'zlarining turmushidan nihoyat rozi edi. Yosh xonim kuchukni qo'zam, baby deb erkiltatdi. Erigimi baby deb erkilaydi. Bir kuni uning yigiti "Menimi baby, itnimi baby deb chaqirsangiz, ikkimizning nima farqi?" deb g'udonshib qo'yib edi. Hammamiz kulib ketdik. Bu nihoyat umoq ham tabiiy norozilik bo'lgan edi. Men Walsimstofga ko'chib berib, taxminan 10 kunlardan keyin Londondagi Uyg'urlarning Roseheadlik uchirish cheyi o'tkaziladigan bo'ldi. Gerçi Rosehead allaburun o'tib ketgan bo'lsa-mu, Roseheadlik tabrik faoliyati kechikib kelgan edi. Tirikchilikdagi qo'ylar hamma odamning degan vaqtda birdak vaqt chiqarishiga imkoniyat bermagan bo'lsa kerak. Uyg'urlar dal Rosehead mazgilda uchirish bo'la olmagan edi. Ularning nazarida hali ham Roseheadning vaqti o'tib ketmagan edi. Men bu faoliyatga qiziqdim. Chunki men bu faoliyatda Londondagi qarindoshlarim bilan keng turda uchrasha oldim. So'rinni Finsbury Park rayonidagi Uyg'urlar tashkillagan edi. Bu Shimoliy Londondagi bir rayon bo'lib, bir bo'lak Uyg'urning shu taraflarda o'ltirganligini anglagan edim. Men hozir turayotgan Walsimstow rayoni Londonning sharqiy shimoliga to'g'ri keladi. U yerga qandaq berish men qiladigan ham emas edi, chunki meni opardiganlar bor edi. Mashina bilan
bir haza yo'l yurgandan keyin bir zalga yetib bardik. Apchiligina zal yo'ruq va pokiz edi. O'rindiq va shiralar zalni cho'ridab tizilgan. Shiralarga bolka, meva sharbatlari qo'yilgan. Eshikdan kirishga o'ng tarafda sahna bo'lib, sahnada bir elektronlik pianino turadi. Kimdir biri elektronlik gitarni taranglatib, tangshash bilan band edi. Sahnaning temida "Marhaba Uyg'urim, haytingizga qutlug' bo'lg'ay" degan xat lavha qilib esilgan edi. Zalda Uyg'urlar bilan billa taklif bilan kelgan boshqa millatlarmi bor edi. Men tonimasligimdan qat'iy nazar zaldagilar bilan ko'rishib chiqishni zo'rur bilib, erlar bilan birma-bir qo'l elishib chiqdim. Qizlar bilan chiroy salimi qilishdim. Zaldagilarni tonimaydi ekanman. Hammasi tunji ko'rayotgan odamlar bo'lib chiqdi. Ko'rishishlarni ancha qizg'in deb ketgili bo'lmaydi. Ko'zlarda ehtiyot va shubha aralash edi. Ziyoda Uyg'ur sirab ketganlarda bo'ladigan tashnolik va hayajonni sezmadim. Natonishlarni ko'rganda andikidigan va andikish tufayli o'zini tutib oladigan holat ma'lum darajada tarbiya ko'rgan Uyg'urlardagi bir xil odat bo'lib, buning nimadan derak berdiganligini tushuntirib bera olmayman. Undaqlar qarshi tarafga ortiqcha muomala qilib qo'yib, kutilmagan beab ahvollarning kelib chiqishidan yoki o'zlarining kursining tuvallab ketishidan ansirsi kerak. Hammadan muhimi gumon bilan qarash hozirgi zamon shahar Uyg'urlarining o'zini qo'g'dashdagi eng ommabop chorasi edi. O'ltirganlarning ba'zilari vatandan udul kelganlar bo'lsa, yana ba'zilari ikkinchi, uchinchi davlatlarni qanqib kelganlar edi. Anglashimcha, Amerikadan Oksfordga doktor ashtilikqa kelganlardan biri bor ekan. U ortiq gap qilmaydi. So'ralgan savollarga loyiqada javob berish bilan kifoyalanadi. Muomillar adablik va ilmiy, lekin qizg'in emas edi. Vatandagi Uyg'urlarning odati bo'yicha qizlar bilan yigitlar ayrilib, boshqa bo'linglarda o'ltirishgan edi. Har kim yenidagilar bilan nimalarnidir deyishib o'ltiradi. Sap salsam, yosh qizlarmi oz emas ekan. Ular dasturxonlarni ratlash bilan oldirash edi. To'g'u va qo'y go'shtining qo'rdaqlari oxir tortildi. Bolkalar bilan qo'shib yedik. Kimdir bir nechisi viskining og'zini ichib o'tlashga boshladi. Udulumda bir pokistonlik mehmonimiz o'ltiradi. U bu ahvolni ko'rib, yenidagi biriga g'udunshidi. Musulmon turib aroq ichidi ekan. Uning ustiga bu ro'zayt murosimi tursa. Uning bu gapiga hech kim bir narsa demadi. Rost gapga sukut bilan javob bermay nima iloj? Ma'rifsizlik musulmonlikning o'lchimini mujmallashtirib etgan. Musulmonlik ba'zilar uchun urf-odat, ba'zilar uchun ota miros tuyg'u, ba'zilar uchun rasmiyat, ba'zilar uchun aqida, ba'zilar uchun fikr bo'lib qolgan. Shunga 4 Uyg'urning 5i bir yerga kelmaydi. Mana bugunki mushu so'ringa yetib kelganlar 30-40 cha Uyg'ur ekan. Qolganlari bu so'rinning sharobliq so'rin bo'lish ehtimolini o'ylab kelmabdi. Yashashdagi o'rtaq prinsip va e'tiqodni yo'qitib qo'ygan xalq cho'pansiz padaga o'xshash sayoq ham tartibsiz keladi. Ayrilganni eyiq, bo'linganni bo'ri yeydi. Ular to'g'isiga meni bilib, to'g'isini izlaydi. O'zlariga bosh bo'lg'idek odamlari yanada tursa, o'tmishdan izlaydi. Bir-birini yaratmaydi va oxir hech kimga yaramaydi. Qo'rsoq ozroq asarlangandan keyin sahnadagi sozlar yangrashqa boshladi. Gitar chelayotgan o'ttiri bo'y diqmoq bola gitarga xeli ustida qiladi. Uyg'urcha ohang zalni bir oldi. Jo'shqin qon to'lqini tomirlarni yarg'udak ravishda urg'ishqa boshladi. Sozanda yigit o'zi chaladi, o'zi o'qiydi. U bara o'zi o'qiyotgan naqshining bandisiga aylanib, ritmga agishib choy qiladi. Qaraganda bugun uning uchun rosa xumardan chiqadigan kun bo'lsa kerak. Yigitlar 1-2dan qo'pib qizlarni tansiga tortdi. Arada Uyg'urcha usullarmi o'ynaldi. Eng oxirida qizlar bilan qizlar tansi o'ynadi. Ko'rinishlar
vatandagi o'ltirishlar bilan farqsiz edi. Biraylan mikrofonni qo'liga ilib, meni ikki og'iz gap qilib berishga taklif qildi. Chavaklardan keyin zal jimib ketdi. Sahnaga chiqdimda gapni mundaq boshladim. Assalomu alaykum, sevimli vatandoshlar. Boya aytilgan naqshlarning mo'nglaridan texchi qutulib ketolmayapman. Shunga sizlarga damali nima deyishimni bilolmadim. Men Angliyaga texi yaqinda kelganim uchun sizlarga ona vatan salamini yetkazishga o'zimni layoqatli hisoblayman. Menda texi vatanda yegan tuzning tapti bor. Vatanning to'pisining hidi bor. Uchamdagi maykamdan vatanning sopini puraydi. Bu mayka vatanning suyida chayqalgan. Shunga meni aranglardagi eng keyingi musofiri deb to'nib, salimimni elinglar. Sizlarga ona xalqinglardan umidlik salom. Zalda olqish yağırdı. Sizlarga bir parcha she'r o'qib bersam qarshi olamsizlar, dedim men orqadanla. Ko'pchilik chavak chaldi. Men sizlarga Olmaotada o'tgan Uyg'ur shoiri Elyor Baxtiyorning Uyg'urlarni to'nishtirish degan she'rini o'qib beray. Zal jim edi. Uyg'urlarni to'nishtirish. Yig'ib qo'ygan dunyosini to'yga deb, to'kib etar mehmon keldi uyga deb. Desang agar tushunmasdin, bu qandoq? Bilib qo'ygin Uyg'ur degan mushundoq. Uyg'urlarning qo'li oltin, ko'ngli gul. Bog' baraqsan ular turgan dashti chul. Do'stga degan mehr uchuq, ko'ngli oq. Bilib qo'ygin Uyg'ur degan mushundoq. Ati oqsham ishikini ilmaydi. Qulub solmas qizg'inishni bilmaydi. Tushunmasdin desang agar bu qandoq? Bilib qo'ygin Uyg'ur degan mushundoq. Ko'chat tikib soyi bo'lsin deydi u. Soyisida o'zi tursin mayli u. Do'st birodar ko'ngli to'ysa shu boqqa, men qatorga qo'shildim der shu vaqtda. Qayg'u tushsa tang bo'lishib oladi. Biri kulsa uning ko'ngli qonidi. Qeyrindoshdan ortiq ko'rib qo'shnini, otisidek tinshaydi yar do'stini. Japoyingmi? Japodan u qo'rqmaydi. Ağırıp qalsang eng avval shu yo'qlaydi. Darding bo'lsa oladi u bölüşüp, shodlik kunlar o'ldiradi kulishib. Naqshi sossiz, mashrabsiz u yurmaydi. Sen kulmasang u echilib kulmaydi. Sen egilsang u sunudi sen uchun. Sen sunsang u o'ladi sen uchun. Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan, bilim ilmi jahong'imi taralgan. Aq o'rnida hamisha gul unsun deb, emgak qilar inson aman bo'lsin deb. Zal chavakdan keyin biroz jimidi. Varang-churang shavqin suranlar asta-asta asliga keldi. Elektronlik chalg'ular yana tilga kirdi. She'rdagi soddalik, mardonlik, sexiylik, soflik, xiramonlik yig'ib turadigan pokiz tuproq ruhi go'yo zaldan o'zini qo'yadigan joy topolmagandek bara-bara havoga o'rlab, nam bulutlarning orsiga kirib ketdi. Elyor Baxtiyorning qishloq ruhiga boy bu she'ri amaliyotda Angliya sahrolarining tabiiy ko'rinishiga mos kelmay qolmaydi. Aksicha hammadan bak tez o'zgarib yotlashyotgani o'zimiz deb o'ylayman-yu, pishmagan bu o'ylarimni aytmay qo'yaman. So'rindikilar bir ikkidan tarashqa boshildi. Har kim bu murakkab shaharning qatnash liniyalaridan o'zlariga qulay yo'l tepib, qaytib kelishning ko'yiga tushmoqda edi.
Ular әтігенден башлап, Лондонның адамлар долқыныға өзлерінің ризқini izlab sho'ng'ishqa башлайды. Тәмтірген тупрақ рухи, төмір рухиның нәрісіде өзіні yo'qitib qo'yishi mumkin. Ba'zi yigitlar menga tonishlik berib, telefon nomerlarimizni almashtirishdik. Ular meni izlaydiganligini aytishdi. Shundoq qilib, tasti tashkillangan bir qitimliq uchrashish oxirlashdi. Uning kayfimi uzun o'tmay taridi. Kishilarning kayniga qarashqa cho'lasi yo'q edi. Bu so'rinning gapimi uzoqqa bormadi. Kishilarning qallasida hamon atining g'imi, hamon atining g'imi. Yigitlarning ba'zilari oyda biror qitim telefon qilib qo'yatdi. Ular meni izlaydigan ko'nglining borligini izhor qiladi-yu, unda qilib bo'la olmaydi. Menmi buni tushunatdim. Ancha-muncha uchrashib qoladigan yigitlarning og'zida qizlarning gapi, qizlarning og'zida bo'lsa yigitlarning gapi. Ammo har qanday qiz yigit Londondagi birini o'ziga loyiq ko'ra olmaydi. Har birining ustida ko'ngilda shak paydo qiladigan bir qator hikoya bo'ladi. Gerçi har kimning o'ziga tushliq muhabbat va hijron hikoyasi bor bo'lsa-mu, boshqalarga kang qo'rsoq bo'lishni hech kim xohlamaydi. Ular soatlab boshqa ellardagi yoki vatandagi qizlarga telefon qiladi yoki internetda gap ochadi. Hatto oxirdagi oqshomlarda yigitlarning ko'ngli telefondagi nazokatlik ovozlardan oziqlanib aram topadi. Yigitlarning nazarida pok, sadoqatmand qizlar hamon jiroqda edi. Ammo qizlarning nazaridagi bu yigitlar o'zlarining turmush yo'lini texi tepib bo'la olmagan edi. Shundoq ekan, ularda qizlarga yuraklik gap ochqudak jur'at bo'lmaydi. Mening ko'zitishimcha bo'lgandimi, qizlar o'qish va ishning yo'lini tepishda bakrak muvaffaqiyat qozongandek edi. Men hech bo'lmaganda bir ikki jup qiz yigitning yuragiga rishta o'rnatib, savob elishga shuncha tirishib baqdim. Hammasida mag'lub bo'ldim. Xuddi toshni tayoqqa tong'ili bo'lmagandek, sirtda uzun yurib ketgan bolalarning qog'dalma ko'ngillarini bir-biriga ulamoq tas ekan. London musofirlar bilan to'lgan shahar. Uysiz qilib, ko'cha bo'ylaridagi binolarning lampalari ostida, palampaylar ostida, tegiga yashik qog'ozlarni silib, yelin yepinchilar ostida mo'ldirlab yotgan kelgundalarni uchirtib turardi. Undaqlar Sharqiy Yevropadan kelganlar ichida jiq edi. Men shukriki, qarindoshlarimizning o'zga ellarga chiqishdagi ijtimoiy asosiy ojiz turuqliq bundaq kunga qolmagan edi. Ular aplab-saplab kunlarini oladi. Har bir Uyg'urni bejirim oshpaz deyishga bo'ladi. Ular arzon, oddiygina xurushlardan o'zlari rozi bo'lg'udak g'izolarni etib yeb, o'zlarining miskin hayotiga tasalli tepishni biladi. Londondagi Uyg'urlarning soni ko'p bo'lmagani bilan tarkibi murakkab edi. Ularning oralarini mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, shubhilik hikoyalar aralab yuradi. Ular o'zlari orzulab chiqishgan bu erkin dunyodami bir-biri bilan ozoda bordi-keldi qilishga petin olmaydi. Asoratlar kishilarning ruhiga yildiz tortib ketganda, ular qayerga berishmisin, erkin dunyoning erkin mehmoni bo'la olmaydi. Chunki ularning taqiblari o'zlari bilan bildi. Ular o'zlarining besaramjon holatining sababini faqat bir-biridan izlaydi. Natijada yenidagi har bir qeyrindosh ziyondosh bo'lib ko'rinadi. Keyin anglasam, Londondagi Uyg'urlar maysizlar va mayxo'rlar deb bo'lingandan sirt Walthamstow va Finsbury bog'chiliklar deb ayriladi ekan. Texmen o'zimni bilmagan holda Walthamstow tarafga ayrilibdiman. Men kishilar bilan ortiq aralashib ketmagachga o'zimning qaysi guruhga taba ekanligimni sezmay qopdim. Ammo aytishlarda shundoq ekanman. Menda bir kimga aniq maydon yoki pozitsiya shakllanmay turib, qandaqsiga biror kimga o'ch yoki mayl bo'la olayman. Tarixni oltin o'rg'oqda o'rib, oy sharida so'risimi tarix bo'lgandek, qarindoshlarimiz g'arb shamolida so'rilibmi, sharq shamolidagi peti turibdi, dedim ichimda.
Londondagi Uyg'urlar danliq bir jamoat bo'lib o'yishdan xeyli yiroq edi. Ular hayit bayramlarda intayin cheklik guruhlar bo'yicha bir-birini izlashadi. Birər yılda birər qitim san'at yoki bayram faoliyati yuzasidan kengroq doirada uchrashishadi. Bular bir bo'lsa istixiyalik tarzda, bir bo'lsa ma'lum fidoilarning alohida tirishchanlik ko'rsatib tashkillashida ishga oshadi. Ular texi o'zlari birdak e'tirof qilishgan oqsoqol yoki klubning muntazam rahbarligiga kirmagan edi. Har bir Uyg'urni yakki shaxs sifatida kuzatganimda zerak ham qobiliyatli ko'rinadi. Ammo ular izchillikqa ega kollektiv tuzum shakliga kirganda shaxsiyatini aralashtirib olish sababli chuvalchaq, mas'uliyatsiz bir gavda bo'lib chiqadi. Qashshoq an'anaviy yezi egiligini asosiy mazmun qilgan jamiyatning o'rib-odat, qoida-yo'sin, tarbiya topmagan diniy ong muhitida yetilgan bu tipdagi odamlar bir-biri bilan oson chiqishadi, oson zidlashadi. Chus-mijozlar yiroqni o'ylashni talab qiladigan chegish masalalar oldida paylamaydi. Agarda ularni birlikka keltirgan narsa bor deyilsa, u o'rtoqlik vatan to'g'risidagi xotira. O'rtaq urf-odat, o'rtaq taqdir, o'rtaq qiyinchilik, o'rtaq zerikish, bir-biridan tasalli izlash qatorliqlardan iborat bo'lib chiqadi. Boshqa jamoatlarning aldirab araga olmasligidek amaliyat elib kelgan yoshurun xo'rliq tabiiy holda ba'zilarni o'zi chatlamoqchi bo'lgan orbitiga qistab qo'yadi va bu murakkab reallikni amalsiz qabul qiladi. Shu topda Londondagi Uyg'urlar uyoq buyoqlarda chechilib o'ltirdi. To'lisining muqim turalg'ilari yo'q, muqim xizmati yo'q. Asosan degidek boshqa jamoat turkumiga beqinib turmush kechirdi. Ularning oldi farzandlik bo'lib, farzandlari boshlang'ich maktab va oliy maktablarga o'qishga kirishga boshladi. Navbatda ular o'zlarining tili, madaniyati, e'tiqodi, urf-odati va tarixiy aslarini avlodlarga qandoq bildirib davomlashtiradi. Sagak ota-onalarning bu to'g'riliq besh qatmay qolmaydi. Agar ular bir jamoat holatiga kelamiz desa, o'rtaq e'tiqod, qimmat qarash, til, orzu, faoliyat, kapolat, aloqa, manba degandek narsalarni izchil saqlab qilish bilan birga yangi xiristlarga taqobil turadigan darajada qurilmaga ega bo'lish kerak. Yana o'rtaq makon birligida avlodlar aro va qo'shnilar aro hamkorlikni vujudga keltirish kerak. Navoda ular tez arada shundoq qilishga muvaffaq bo'la olmasa, ma'lum vaqtdan keyin avlodlar farqi kelib chiqadi. Cho'nglar varisiz qoladi. Bilishimcha 2004-yili Londondagi Uyg'urlar va Britaniyalik etnik musikshunoslardan tarkib topgan London Uyg'ur ansambli qurilgan ekan. Tambur, g'ijak, dudlar, daplarning sadosidan tuzilgan kuy nag'malar Britaniyaning cho'ng-kichik anjumanlarida yangrab o'xshamagan irqdagi kishilarning diqqatini tortgan. Bu ağanlar Taklimakan vadisida yashab, dunyo tarafidan unutilib ketgan xeyli cho'ng bir qavmning mavjudligini g'uva uqtirib turishga qodir edi. Obraz va mavjudligimizdan so'z ochganda, bugungi Qashqar bilan London birdak esidan chiqarib qo'yishga boshlagan saltanatli bir tarixning kichik bir yip uchini tashlab o'tib keta olmaymiz. Londondagi Thames daryosining janubidagi Plumstead bo'lkiga joylashgan bir ko'cha bor. Uning ismi Qashqar ko'chasi, Kashgar Road. Men mushundaq bir ko'chaning borligini anglab, o'z ko'zim bilan ko'rib kelishga tirishdim va kunlarning birida mazkur ko'chani ko'rish istikim ishga oshdi. Ko'z oldimda 400 metrcha uzunlikdagi bir ko'cha timtas holda so'zilib yotadi. Ayolimmi menga hamroh edi. Ikkimiz ko'chaning beshida bir haza turib ketdik. Bu ko'cha qachon paydo bo'lgan? Ismini kimlar qo'ygan? Nima uchun? Degandek savollar kallamda hukmron edi. G'uva tarix zuvanga kirib, aniqsiz bir
takallum bilan shivirlayotgandek bilindi. Ko'chaga ixlos bilan qadam tashrif qildik. Ko'chaning qasniqida qator uylar. Uylarning hammasi 2 qavatlik edi. Asta mang'inimizcha ko'chaning u beshiga bordik. Yandagi uylarning biridan biror odamning chiqib kelishini umid qildimki, hech kim chiqmadi. Ko'chaning beshidagi uylarning temida Qashqar ko'chasi CE degan xat bor edi. Biz bu xatni orqa ko'rinish qilib suratga tushdik. Arada biraylan uchirdi. Uningdan so'rdim. Yaxshimisiz? Siz mushu ko'chada o'ltiramsiz? Shundaq. Sizin ba'zi narsalarni so'rg'im bor edi. Bo'ladi, so'rang. Bu ko'chaning ismi nemishqa Qashqar ko'chasi deb atalgan? Bilmaydi ekanman. Men-mu Bengaldan ko'chib kelgan ko'chman. Bu ko'chada qayerlik kishilar ko'proq o'ltiraqlashgan? Bilishimcha, Sharqi Janubiy Osiyodan kelganlar ko'proq qo'dayman. Jungodan kelganlar yo'qmi? Toza aniq bilmaydi ekanman. Rahmat sizga. Mush vaqtning o'zida Qashqar ko'chasi haqida uningdan ortiq narsalarni bilolmasam kerak. Shundoq, o'zim haqida bilmaydigan narsalarim nihoyatda nurg'un. Biz haqidagi nurg'un arxiv va qo'lyozma Britaniya, Rossiya va Yevropaning boshqa ellaridagi arxiv omborlarida, muzeylarda yotadi. Bu mendan aytganda tarixni kekash deyishga bo'ladi. Biroq tarixni so'zlatadi. Bilishlar asta o'zining qepini yoradi. Men Qashqar ko'chasining bu tarafiga o'tib, kaynimga o'rilib, ko'chaga boshdan oyoq bir qarab etdim. Pamlishimcha, bu nom Angliya, Rossiya qatorliq cho'ng davlatlar Qashqariyani talashadigan cho'ng o'yin bilan munosabatli turadi. O'rta Osiyo tarixida shuhratlik bo'lib kelgan Qashqar 19-asrning keyingi yarmidan boshlab Britaniya matbuotlarida ko'rilishga boshlagan ekan. Bir shaharning tarjimonini ba'zida biror puchuq tangimi so'zlab beralgandek, bir davrning tarixini biror ko'chaning nomini bayon qilib beralaydi. Gap ko'chalarni tilga kirgizalaydigan tarixchilarda. O'zbek shoiri Muhammad Yusufning Ko'ni quduq nomli dostonidagi munu misralar esimga kelib turib oldi. Qandoq go'zal eding Buxara, osmon upar gumbazlar ora. Men ziyorat qilib ovora, topolmadim bir soq munora. Shoirlar qalbining ramzi qavmi uchun arziyat chekishni zimmasiga olgan nabiylarning ruhidan ilingan bo'lsa, elning jarchisi bo'lmay qolarmi? Günümüzde musafiratga o'zini beg'ishlagan har bir odam bir izchi bo'la olgandala, talaylagan Qashqar ko'chasini zuvonga keltirgili bo'ladi. Navoda ularning o'zlari hayot sodasining qaynimida yetib ketsa, ularning derkini qilib odam izlash e'loni berdiganlar chiqmay qoladi. Londondagi Qashqar ko'chasi sanoqsiz izning biri. Izchilar bir kishilik tirikchilik uchun jiroqlarga uzab ketishdi. O'qimishliqlar orasida davrini va obrazi bilan shaxsiyati birdek bo'lmagan odamlar xeyli ko'p. Undaq odamlar atrofidagi kishilarni o'z mijozining rangli ko'z aynigi bilan ko'rib baho beradi. O'zini sesmasdan subyektivlik qiladi. O'zining mijozi tufayli boshqalarni o'sh ko'rdi yoki yaklaydi. O'z mijozining o'sal yerlari bormi yo'q deganni o'ylab baxmaydi. Hadislar boshqalardan qusur izlaydi. Natijada ularning amaliy olgan roli kishilarga tashviq qilgan g'oyasi va shuarining aksicha bo'lib chiqadi. Bundaq ikki yuzlama ruhiy sifatda aslidagi badxo'yliq chin bo'lib, keyin qabul qilingan yaxshi sifatlik tarbiya va ilm bu tarafni yepishqa yoki o'zgartirishga ojizlik qilib qoladi. Chunki bolalikda singan xuy osonlikcha o'zgarmaydi. Ulardagi ilm ularning odamiyligiga
sin berəligan bolsunmu, oliyjanoblik beralmaydi. Haqiqiy ilmmi talant va pok odimiylik ziminida meva berdi. Shunga biz aramızda ilim va haqiqatning fazilatini o'zining bir kishilik odimiyligiga, shaxsiyatiga aylantıra olmagan esil qiyofatlik badxo'ylarni uchirtib turamizda, ko'nglimiz intayin g'ash bo'ladi. Oqibat bu g'ashlik bilan to'xtab qolsa mayli tug'u. U odamga tugumas azob va parakandichilik elib keladi. Ular mal dunyoga heris bo'lmagan, o'zlariga zahmati yetmagan ma'naviy odamlarga-mu savdogar mijozi bilan muomala qilib, ma'naviy ustunlik da'vosini qiladi. Chunki ularcha obraz va shon sharafmi hozirgi zamon dunyosidagi zo'rur manfaatlarga kiradi. Mal dunyoning saltanati bilan kelgan obro'yningmi hamon cheki bo'ladi. Ular yana boshqalardagi obro'yning hasadlarida o'rtinib, ig'vogarlik va suxanchilikni qoral qilib tanlab oladi. Qur'on Karimning Humaza, ya'ni to'kmatchi surasida mundaq oyat bor. Ochko'zlik bilan mal dunyo yig'ib saqlaydigan to'kmatxo'r suxanchilarning cho'qim ko'rgiligi bor. U o'zicha mal dunyolarim hammaga qodir deb o'ylaydi. Ko'rinib turdiki, bu yerda mal dunyo tamannosidagi so'xanchilik shu qadar qattiq la'natlanyapti. Dal mushu suradan avvalgi asr surasida haq bilan sabr fozil insonlarning muhim ikki sufati tariqasida tavsiya qilinadi. So'xanchilik va ikki yuzlamachilik jamoat to'pini ichidan chiritib, yemirib tashlaydigan ko'ydirgich kislotadirki, ziyni mo'lcharligisiz. Onun ustiga kishilik dunyosi bu suratlik odamlardan mustasno bo'lib ketalmaydi. Shunga bizga haq bilan sabrni o'zaro tavsiya qilish dalolat qilindi. Tarix ko'rsatdiki, haqni tavsiya qilganlar haqorat, xo'rliq va tuhmatlarga uchrab keldi. Jiroqni ko'rishdan kelgan sabr haqni tavsiya qilguvchilarning vaznini oshiradigan yana bir fazilat sifatida tortiq qilindi. Haqni tavsiya qilguvchilar tantak va sabr toqatsiz bo'lsa, asalla suxanchilarning domiga tushib ketadi-da, suri va so'ltini saqlab qola olmaydi. Shunga koinotda keng nazar bilan tamkin bo'lish ularni chokina vaslarning eziqtirishidan soqit qila oladi. Fikri zaiflik va nafsi g'oliblikqa mahkum bo'lgan avomning hushyor, fazilatlik odami bo'lish nihoyatda mushkul. Diqqat qilmasa, kishi o'zining insoniyatiga o'zi ayblab turayotgan ashu majruhlarning illatlarini bilib bilmay yuqtirib olishi mumkin. Mas'uliyat va sevgi seni ularning orsiga ilib boradi. Ro'shanki, haq bilan sabr qandaqdir hissiyot va hayajonga beriladigan xarakter egisining emas, balki mizon va prinsip bo'yicha ish ko'radigan oqilona, so'g'uqqan odamning qo'lidan keladi. Turmuşda birovga bo'lgan pozitsiyamiz uning mijozi va turmush odatiga asosan belgilanib qoladigan ahvollar bo'ladi. Ma'lum bir kishi bizga prinsipga yotadigan cho'ng ommaviy ziyonlarni solmadi. Hatto shaxsiyatimizga g'arazlik asosda zahmat yetkazmadi. Ammo uning odatimizga yoqmaydigan qiliq qiyofatlari bor. Soğuqqan bo'lmasak, biz bu odamni yomon ko'rib qilishimiz, eg'ir bo'lganda bu odamni zarba berish nishoniga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Natijada biz bu odamning ko'pchilikka foydali tarafini ko'rishdiki, haqqoniy prinsipni qayrib qo'yib, xarakterimizdagi tabiiy bir mustabidlikni oyanmasdan bayroq qilib olamiz. Shuning bilan birini xo'rakchi, birini qorni yomon, birini radsiz kiyindi deb nafratimizga olamizda, bu haqsiz nafrat tufayli kesilgan aqlimiz ularning boshqa xislatlarini lilla baholashga ojizlik qilib qoladi. Vaholanki yoqtirmaslik bir ish. Nafrat yoqtirmaslikning radikallashishi bo'lib, to'g'ri yetakchi prinsipdan ayrilganda zo'ravonlikni keltirib chiqarishi mumkin.
Uçur texnikasi taraqqiy qilgan mushu kunlarni ma'lum ma'nida psixologiyalik urush davri deb sifatlash mumkin. Bundaq davrda Dajjalning fitnasi osonla yuz berdi. Uçur ishlab chiqarish va uchurni yurishtirishdan o'rni bo'lmagan jamiyat to'plari boshqalar nima desa ko'ldirilaveradigan hamoqat bandalarga aylanib qoladi. Ahmoqning postiga saman tiqish intayin oson. Ular haqiqatni yaklab sapsatiga konidek choplashib oladi. Amerikalik ma'rifshunos va faylasuf John Dewey o'zining kayfiyatini muvaffaq tizginlashni bilmagan odamlar haqida mundaq yozgan. Bir odamning harakati agar pishqan xulosining yetakchiligida bo'lmasa, u boshqa turib o'ylanmagandiki hayajon, tangsiz yon besish, g'alit xiyol yoki birdamlik kayfiyatga agishib ish qiladi. O'zini tutib olishni bilmaydigan, dangsab ko'rmaydigan yuzaki odatlarni yetildirib olish mahkumlikni keltirib chiqaradi. Chunki bu odat odamni yaxshi ko'rish, ush ko'rish, tuyg'u va hissiyotning iskanjasiga tushirib qo'yadi. Biz uchur ishlab chiqaruvchilari layoqatida emas, uchurlarni to'van saviyada iste'mol qiluvchilar layoqatida mazkur uchur davrida yashayapmiz. Butkul Asiyada tirikchilik g'amlariga bog'langan mutlaq ko'p sondagi odamning atrofida gazet, jurnallar, radio, televiziyalar har xil ovozni chiqarib turibdi. O'zining mavqei, nishoni va plani bo'lmagan odamlar har qancha ko'p uchurlar orasida bo'lgandimi, o'zining foydasini tepishga qodir bo'la olmaydi. Ajdodlarimiz 7 o'lchab 1 kas degan hikmatlik maqolni ijod qilgan. Bu hikmat hozir g'arb dunyosida moda bo'layotgan tanqidiy fikr qilish dalolatlarining naq o'zi. Biz buni ommabop qilib dangsab fikr qilish yoki dangsimi tafakkur deb olsak bo'ladi. Endi biz mushundoq tafakkur usulini turlik turmush faoliyatimiz bilan birlashtirmasak bo'lmaydigan ahvolga duch keldik. Agar biz hissiyotimizga agishib yaxshi ko'rish va yomon ko'rishdan iborat tuyg'ularimiz bo'yicha yashasak, oson chiqishadigan, oson qiyirishadigan, oson ta'sirlanadigan, oson hukm chiqaradigan paylimiz hozirgi dunyodagi mavjudlik o'rnimizni barbod qiladi. Londondagi Uyg'urlarning yashash holati va ularning ijtimoiy qurilmasi, tafakkur psixikasi makro jihatdan yanala o'zining cho'ng ijtimoiy to'pi bilan o'xshash edi. Ular Britaniya jamiyatidagi tabiqalarga tashabbuskor ravishda ishkirlab kirib, o'zlarining kimligini uqtirgan asosda istiqomat qiladigan reallikda emas edi. Qiqilib so'qinib yurish ularning tub taqdiri edi. Albatta, bu ularning savalligi emas. Son, ko'lam va safodan iborat amaliy kuch vazndor omildir. Men ularning qarindoshlarcha yordamida yot bir shaharda dastlabki qadamda bo'ladigan g'am, deshvar va og'archiliklarga oz yo'liqdim. Ularning sehiy dasturxonlaridan kushohish topdim. Qudratining yetishchi qilgan izzat ikramlari bilan musofirlikdagi dilxastliklarimni yengdim. Mushu munosabat bilan navbatda ularga tashakkur izhor qilaman va ishlariga osonlik tilayman. Xalq orasida 7 yoshlik bolaning oldiga 70 yoshlik bovay chiqibdi degan gap bor. Bu gap Uyg'urlarning musofirat va muhojiratdagi jamoat ruhiga nihoyat muvofiq keladi. Ular biror qarindoshining kelganini anglasa telefon qiladi. Bevosita kelib hol so'raydi. Hatto davlat otlab kelibmi holidan xabar elishadi. Qo'lni yusa, qo'l berib yuzni yuyar degan tamsilning mazmuni bo'yicha aytganda, har tarafda chechilib turgan guruhlarning insoniy rishtalari cho'ng bir ijtimoiy kollektivni shakllantira oladi. Britaniya jamiyatidagi ta'sirchan tabiqalarning ichiga kirib manfaatlanish hamda o'zining asli kimligini saqlash Britaniya tavasidagi, shundaqla muhojiratdagi barliq Uyg'urning faniyatdagi pulsiratidir.
Londondagi qarindoshlarim qandoq yashagan bo'lsa, shundoq yashadim. Hatto men ularning ba'zirdek qurilish o'rinda amalli xodimi sifatida bir hafta ishlab baqdim. Mayli kim bo'laylik, to'mirimiz, zo'vilimiz bir ekan. Bir yillik istiqomatni tugitib Londondan qaytganimda meni o'sishga chiqqani yanala diniy va irqiy qarindishim bo'ldi. 2006 yılı dekabr London. Abdurning Londondagi Uyg'ur bolalari nomli bir she'rim bor. Vaqt munosabati bilan bu she'r ayrim tayyorlandi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Asarga kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2020 yılı dekabr Janvada tayyorlandi.